Xo'p, assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Hop, bo'lgan holatni aytib o'taman. Peshoboddan yo'lning o'rtasida bordyur bor. Shu bir 20-30 santimetrlik bordyur. U tomonidan peshobod o'tishni boshladi. To o'rtaga yetib kelmasdan turib men o'tib ketdim. O'tgandan keyin g'ay to'xtatib, peshobodga yo'l bermaydi deb turib, ozgina sifir bo'lib qoldi. Agar kimda xatolik bo'lgan bo'lsa, albatta kommentariyada yozib, o'zingizning fikringizni bildiring degan umidda shu videoni qo'yaman. E'tibor berib, videoni tomosha qilib ko'rib, o'z fikrlaringizni bildiring. İsmingizni tanishtiring. Hop, birovam beraman. Dislokatsangiz bormi? Aytib turganingiz uchun. Qayda turgan? Telefon qiling aka, hozir so'raymiz. Nimaga aka meni turibsiz hozir? Redda turgan bo'lsangiz, menga dokument ko'rsating, как bo'ladi? Redda dokumentini. Redda dokumentini ko'rsating. Aka, nimaga olib yurilmaydi aka? Bilmayman endi, uni qonun chiqaruvchilar biladi aka. Dislokatsangiz bo'lish kerak, bo'lmasam telefon qilib, siz men bilmayman aka, siz so'rab olasiz, men sizga dejurgan nomerini beraman. Falonchi xodim qayda hozir deb so'rash huquqingiz bor aka. So'rab olasiz. Aka, qo'lingizda beraman, tushunasizmi? Aka, qo'lingizda bo'lish kerak shu narsa. Yo'q, aka, siz qonunni bilmasangiz gapirmang. Yaxshi, menga protokol. Aka, protokolni menga yozma ravishda qilib bering. Siz berasizmi? Nega bering? Ha, beraman, siz oling, qog'ozingizni olib keling. Qog'ozingizni olib keling, bo'ldi. Mana aka, bravo. Yozsangiz ham menga qo'lda yozib berasiz aka, protokol. Turaveraman aka, yerda mana kechgacha turaveraman. Oldin tekshirib chiqing. Joyda bo'lsa piyoda yo'l bermayapsiz. Yosh bolani urib ketgan deb deyapsiz. Nima urib ketadi? Men aka, nima urib ketadi? Aka, bashida siz peshobodga ushlab turibsiz aka. Siz ham boshqa yo'l bermayotganlar o'shyapsiz aka. Nima uchun turibsiz hozir? Peshobod yo'l bermayotganlarga ma'muriy bayonnoma tuzing. Yo, dokumentda berib turganingizni dislokatsiyada ko'rsatilgan bo'lishi kerak. Men kameraga olyapsiz, menda dislokatsiya bo'lmaydi aka. Viloyatga telefon qiladi bo'lgan ekan. Telefon qilib so'raysiz, men sizlarga ham aytaman. Shu xodim qayda desangiz aytib berishadi aka. Aytib berishmaydi aka, sizda bo'lish kerak aka. Bo'lish kerak emas, bilmagan narsalarga naql boshqa narsalarga gapirmang aka. Siz qonunni bilmasangiz ayb menda emas aka. Hozir siz o'qib oling aka. Xuddi uyushtirib bir narsa qilyapsiz aka. Mana aka, sizni tanimasam, holatda ko'rishganmisiz aka? Nasıl uyushtirib? Aka, bunga yozib yurmang, lekin qo'l qo'ymayman. Qo'l qo'ymasangiz, bor murojaat qiling aka, xolis so'rab beraman. Qo'l qo'yish shart emas. Menga xolis. Nimaga xolis? Xolis Qo'l qo'ymagan, shu xolis chaqiraman. Yo, men sizga aytaman aka, qonun bo'yicha gapiryapman aka, protokolni noto'g'ri qilyapsiz o'zingizga. Aka, men talab qilyapman, protokolni yozma ravishda qilib bering. Yozma ravishda. Men bo'pti, boshqa chetiga oling aka. Mashina yozma ravishda qiling. Chaqiring, men shu turaveraman aka. Mana aka, uni chetiga oling, kartoshkada turibsiz. Kim o'tachan turibsiz? Chaqiring. Yo, men ko'p ishlab turishga haqqingiz yo'q aka, olim. Siz protokol yoningizda bo'lish kerak. Yoningizda bo'lish kerakmi? Ha, yoningizda bo'lish kerak. Yo'q ekanda, yo'q aka. Turib turing aka. Ishga halol bering. Qancha necha minut kutay aka men sizni? Nimaga kelguncha kutib turaman aka? Men kelguncha kutib turmayman hech qachon. Mayda onlayn. Bak onu işte to'xtatishyapti. Bosh bog'ladim. Klubga chiqaman aka. Qoladigan men oldimda emas, komandani olib tuzib beraman. O'tiring. Yo, siz noto'g'ri qilyapsiz. Men do'ljin emasman, siz meni moshinam bilan olib borib turib. Bo'pti, siz xohlayapsiz aka. Men protokol mashina qilib berasiz aka. Bo'ldi, onlayn qilib beraman. Bo'lgan joy. Onlayn qilib berasiz, onlayn. Men yozma ravishda deyapman aka. Aka, yozma bekor qo'yib qo'ying. Hop. Men buni ustiga qildim aka. Yozma protokol qilib bering aka. Qilishingizni bilaman, qilavering. Menga yozma protokol qilib bering, tamom. Men joyimni mashina qilib bering, tamom. Qo'ymasiz. Odamlarga xabar yo'q. Haydovchi barmog'ini bosmayapti. Shu holat bo'lsa, olib kirgizib qo'ying. Sababini ayting, nimaga bosmayapsiz? Bosasizmi? Yo, sababini ayting, nimaga bosmayapsiz? Bormayapsizmi aytgan joyga aka? Yo'q, men bormayman aka. Qog'oz protokolni siz olib kelib menga. Siz meni kutib qolmayman deyapsiz aka. Sizga deb yuring, sizga borib kelaman. Menda yo'q, komandirim bor. Bo'lish kerak aka, sizda bo'lish kerak. Bo'lish kerak degan joyi yo'q hozir. Qabersin degan joyi bor aka. Qabersin degan joyi bo'lsa, uni siz irshad qilasiz aka. Yo'q, men bosmayman aka. Aka, bossangiz, sudma-sud yugurib yurasiz aytib qo'yay. Eshityapsiz-a? Yugurasiz, 100% yugurasiz. 100% yugurasiz.
buyoqqa ko'rmagansiz, kameraga tushiribsiz. O'sha hol ishtirokida bo'layotganmidi. Siz aka bunga bosma o'tkazmang. Bosib, necham? Men bosib o'tkazyapman, aka men. Men bosib o'tkazyapman. Aka, men kimga bosib o'tkazyapman? Ayting. Men aytdim sizga yozma protokol qilib bering. Tamam? Boshqa ishni gap gapirganim yo'q shu. Hozir mana bu. Bo'ladi. Mana yana bir marta aytib qo'yishim mumkin. Hozir baramiz bor. Yo'q, yo'q, bosolmayman aka. Men yozma protokol olyapman. Men yozma protokol so'radim, bunaqa deb. Men ayibim aka. Baramiz bor. Yo'q, men bosolmayman. Yana bir marta so'radim. Yo'q, bosmayman, men yozma protokol. Sudma sud yugurib yursangiz bosing. Yarar, yo'q, o'zi biladi, men aytib qo'yaman. Men yozma protokol so'rayapman, qilib berishmayapti. 3-chi. Xolis. Mana boshlatganlik bo'lsa, hozir kirib so'rbiga olasiz, undan so'rbiga chiqib qoidabuzarni ko'rgan bo'lsangiz yana qaytarib bermayman. Xo'p, men barmoq boshqa ko'rayman, mana ko'rgan narsangizni Xo'p, video oxirida o'ylashingiz mumkin, nima holat bo'ldi? 3 ta guvoh отказ qildi xolislikka. Bittasi shu avtobazani, shu stankasini mashinalarni tortib kiradigan stankaning egasi qaydandir topilib turib qaytib keldida, o'sha mani planshetga qo'l qo'ymasligimga xolis bo'lib qo'l qo'yib berdi. Bu holat to'g'rimi, noto'g'riligini albatta sizlardan kutib qolamiz.